Usta bu bitta ariqcha quyish kerak-da. Qo'yamiz. Qo'yamizmi? O'tgan safargilar bo'lmaydimi? Qanaqa? Apalavkani qo'yib 2 o'rniga loy to'ldirish kerak edi. Biz o'rtasiga to'ldirib qo'ydik, deysizgami? Yo'q, unaqa bo'lmadi. Men quygan joylarni ko'rmaganmisan? Yo'q. Dahshat, yur. Azamat, mana shu ariqchani bor-ku, shu mahallaga men quyganman. Zo'rligini ko'ryapsanmi buni? Mana shu piyoladagi suvni ariqni bu boshidan quyasan, bu boshidan bir piyola qilib olib beraman senga. Aniq, usta bu bir piyola suvni men bu tomondan qo'yaman, siz u tomondan bir piyola qilib olib berasiz. Albatta, jo'ra. Bo'ldi gap yo'q usta bu. Olmurod, piyolani tut. Dada, bir tomchi ham suv kelmoqda. Yana bir piyola quy, Azamat. Usta bu 5-piyola. Qo'y. Ojo'ra. Suvni sen harfi ham yo'q, dada. Nahotki. Qo'yapsanmi o'zi-jo'ra? Usta bu 9 paqir suv quydim, tortmabdi-ku. Azamat, sen fizika qonunini tushunasanmi o'zi? Ha? Yer tortish kuchi bilan o'zi aylanyapti-da, tushunyapsanmi? O'sha uchun kelmayapti bu. Keyingi oydan sharillab keladi, jo'ra. Ha, bizda hammam ham shundoq, tortmaydi. So'z isboti bilan, jo'ra. Azamat, bu ustonlik o'zi tortmaydi. Mana menga qilib bergan arig'ini qara. Qo'shni, siz fizikani tushunmay ekansiz. Usta bu kishini ariqlariga nima bo'lgan, ayting. Bu kishining ariqlariga magnit bo'roni bo'lgan. Mana bu quyosh tutilgan paytlari siz suvingiz zo'r oqadi. Faqat sabr kerak. Ha, bizda hammam ham shundoq.